Assalomu alaykum, Izzatullo baraka o'z kanali obunachilari. Xudo xolasa mana yana yangilaridan keldi. Obzorini boshlaymiz hozir. Bugungi sana 2026-yil 28-yanvar haftaning chorshanba kuni. Shved bo'g'oz keldi mana. Bo'ylari 1.30, oyligi 8 oylik. Kurak 6 kurak, xudo xolasa ikkinchi qorin bo'lish kerak, ikkinchi qorin. Canavar. O'ta yo'g'on bo'l. Yuvoqligi, yeb ichishlar hamma yo'q joyida sinovdan o'tgan. Mana orqalari yo'q. Mana orqadan tagladi. Hamma yo'q kelishgan. Puliga kelsak, puliga 33 million kami bor. Vodiy bo'ylab dastlabki ichida. Vodiydan tashqariga kelishilgan holatda u yog'i. Kanalimiz yana rivojlanishi, yanada kengroq auditoriyalarga ega bo'lishimiz uchun like, podpiska bo'lib qo'yamiz. Oldindan rahmat. Mana yana navbatdagi bo'g'ozimiz. Toza qirg'iz. Tepadan tushgan, xudo xolasa. Oyligi 7,5 oylik, sut yo'nalishidagi bu. Xudo xolasa qondagi 3-qorin, 7-8-kuraklarni chiqaribdi. Bo'yiga kelsak, bo'yiga 1.26-27 chiqyapti, 1.25 plus. Canavar. Mana orqadan ko'rinishlar, yo'q. Orqadan ko'rinishlar. Xudo xolasa tagi soladi. Mahsulot ham beradi, bolani ham zo'r beradi. Xudo xolasa tepadan tushgan. Vodiy bo'ylab dastlabki ichida, vodiydan tashqariga kelishilgan holatda. Agar uyga kelib olamizsalaring ham unda ham iloji bor. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Kalyak qishlog'i. Videoni ustida yozib qoldirilgan nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Puliga 32 million kami bor.